tushunib oldikda, birinchi misra bilan ikkinchi misrada aynan takrorlanayotgan so'zni topdik. Oftob va mana shu yerdagi oftob so'zi birinchi misrada ham ikkinchi misrada ham aynan takrorlanyapti. Demak, bu takrorlanayotgan narsani men raviyga olishim mutlaq xato. Chunki bu takrorlanyapti. Shuning uchun buni men oftobni radif deyman. Endi raviyni topish uchun radifdan oldingi keyingi qismga o'taman. Bo'lmasa jinsi jamolinga xaridor, ne uchun zarpo'shliqlar aylar izhor oftob. Qarang, shu yerda qofiyadosh so'zimiz xaridor, izhor, uning asosini oxirgi harfi r, undan keyin qo'shimcha kelyapti yo kelmayapti? Kelmayapti. Demak, u muqayyat qofiya. Agar xaridorim, izhorim deganda mutlaq qofiya bo'lardi. Endi oftob radif ekan. Yoyiq radifmi, yig'iq radifmi? Yig'iq, chunki u bitta so'zdan iborat ekan. Ana biz uni tuzilish, g'azalni tuzilish jihatdan, uni qofiyalanish jihatdan tahlil qildik, ma'nosi jihatdan tahlil qildik. Chunki nega desa, e'tibor bersiz, bo'lmasa so'zi o'zi asli sherigi boshqa yerda. Masalan, xaridor bo'lmasa, jamoling jinsiga oftob nima uchun? Zarbo'shliqni izhor aylayapti.